Mamlakatimizning shimoliy darvozasi hisoblangan Qoraqalpog'iston haqida gap ketganda, ko'pchilik bu yerlarni ekologik muammolarning girdobida qolgan hudud sifatida qaraydi. Ha, to'g'ri, bu muammolar ham bu yerda bor. Ammo bugungi Qoraqalpog'istonning ham o'ziga xos maqtanadigan, havas qilsa arzigulik jihatlari ham talaygina. Biz hozir Qo'ng'irot tumanidamiz. Bu tuman Qoraqalpog'istondagi eng sanoatlashgan hududlarning biri. Bu yerda nafaqat Qoraqalpog'istondagi, balki mamlakatimizdagi eng yirik ishlab chiqarish korxonalari mavjud. Biz bugun ko'rsatuvimizda ana shunday korxonalarning biri haqida so'z yuritamiz. Qo'ng'irot savdo zavodi sahrodagi haqiqiy mo'jiza. Bu mamlakatimizning kimyo sanoatida yangi davrni boshlab bergan yirik korxona. Mazkur zavodda yiliga 200 ming tonna kalsiylashtirilgan soda ishlab chiqariladi. Buning uchun Qoraqalpog'iston yetarlicha zaxira manbalariga ega. Hozirgi kunda O'zbekiston dunyo bozorlariga 170 dan ortiq kimyo mahsulotlari bilan o'z eshigini ochgan bo'lsa, Qo'ng'irot savdo zavodi bunda muhim o'rin egallaydi. Qo'shma korxona ish boshlagan dastlabki yilda quvvat 100 ming tonnaga teng edi. Loyiha kutilgan natijani berdi. Ishlab chiqarilgan mahsulotlarga bo'lgan talab yil sayin ortdi. Bu esa zavodning ikkinchi bosqichini ishga tushirishga sabab bo'ldi va 2016-yilda kalsiylashtirilgan soda ishlab chiqarish hajmi 200 ming tonnaga yetdi. Kalsiylangan soda eng birinchi masalamiz bizlar haqqasi tuz o'nimi. Bizlarning eng boshqa xomashiyamiz bo'lib, texnik tuzni Barsakelni tuzgandan 60 kilometr temir yo'l orqali qasib kelamiz. Haqtasımızda Jamansay, Qaratov, Jamansay karierimiz var o'zimizning. Bu yerdan temir yo'l orqali tasib keltirib, ishlab chiqaruv prosesida qo'llanamiz. 40% bo'lishi kerak. Karbonat angidrid gazining konsentratsiyasi. Bizda endi zavodni qo'shgan haqtasi 40% bo'ldi-da, bir оборудованиеda setalmagan sebep 29%ga tushib qoldi. So'ng hisobidan yillar davomida ishlab chiqaruvimiz maksimal mощностьқа жетпей edi. Yılına 100 ming tonna bo'lsa, kunini 300 tonna soda өнімін chiqaruvimiz kerak bo'lsa, 280, 270, 260 tonna har turli neler bo'ladi texnik jarayonda. Karbonat angidrid gazining жетіспеушілігі основной bizlarda bo'lib turdi. Шешімін табу maqsadida mutaxassislar bor. Ularмен bir maslahatlashib, Uzkor gaz kimyo majmuasi deymiz. Bu yoqda shu yerdan karbonat angidrid gazi 14 kilometr truba tartib olib keldik. 2021 yılı özümüzün texnologiyasi prosesga qo'shdik. Konsentratsiyamiz o'sha 39-40%ga chiqardik. Chiqarganning hisobidan kunlik ishlab chiqaruvimiz hozir ikki etapda qo'shganda 300 dan 600 tonna bo'ladigan bo'lsa, biz 580-570 ishlab chiqarib turgan bo'lsak, hozir 620-630 tonnaga дейін ko'tarib oldik. Hozirgi vaqtda mощностьымыздан ham o'zimizning belgilangan quvvatlылық loyiha bo'yicha quvvatlılıqdan ham yuqori ishlab chiqaruvni chiqarib turibmiz hozir. Zavodda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar mamlakatimizdagi oyna va shisha ishlab chiqarish korxonalari va rangli metallurgiya, qog'oz sanoatida asosiy xomashyo sifatida foydalaniladi. Bundan tashqari suv tozalash ishlarida ham asosiy kimyoviy qo'shimcha vazifasini ham bajaradi. Hozirda mahsulotlar ichki bozordan tashqari chet davlatlarga ham eksport qilinmoqda. Xususan Qozog'iston, Qirg'iz Respublikasi, Turkmaniston, Afg'oniston, Eron va Belorussiya singari davlatlar asosiy xaridor. Bir texnik su tayyorlov seximiz. Demek birinchi navbatda suv tayyorlanib oladi. Suv, toza suv kerak bizlarga, ishlab chiqarish uchun bizlarga toza suv kerak bo'ladi. Bu filtrlarmi? Filtrlar. Osmos filtrlar. Bu yerda suvning tarkibidagi tuz miqdori, boshqa elementlar bo'ladi. Kalsiy, magniy, qattilig'in barini shu filtrlar tushirib ishlab chiqaruga beramiz. Жаңа kotel seximizga
Bu yerda suv tayyorlov sexida 3 smenada ishlaydi. Kun-tun to'xtamaydi. Bu yer 85 odam bu sexning o'zida жұмыс ishlaydi. Kunile qancha suv qo'llanasiz? 7,5 mingdan 8 ming metr kubga дейін suv olamiz Bir kunda. Bir kunda. Birinchi bosqich demak suvni tozalab өндіріске жіберу. Birinchi suvni tozalab өндіріске berib, өндірісте shu yoqda o'zimizning kerakli parametrdagi parimizni olamiz suvdan. Boshqa ulkan kompressor uskunalarimiz bor, ulkan ularda suvtu prosess bo'lib turu kerak, ularda aylanib turgan mexanizmda suvtu prosess bo'lib turadi. So'ng uchun suvtu uchun islatamiz bu yerda. Mazkur zavod 24 soat davomida uzluksiz ishlaydi. Bu yerda 3 ta smenada jami 1900 ga yaqin odamlar mehnat qilishmoqda. Ishlab chiqarish jarayonlari 28 ta sexlarda bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Bizler hozir zavodimizning o'rayliq boshqaruv pulti o'rayindamiz. Bu yerda bizler operatorlar yordamida ulumalik zavodni kontrollab boshqarib o'tiramiz. Shikizat o'nimlarini qayta islab, ular yordamida bizler eng oxirida tayyor o'nim, ya'ni kalsinatsiyalangan soda islab chiqaramiz. Hozirgi vaqtda iki etamiz islab turibdi. O'sha operatorlar orqali sodaning shiqu protsessi ulumalik baqlab qadag'alab o'tiriladi. Yegerda bizlerde sol sodaning g'allig'i yamasa tuzlarning sostavi, ya'ni quramı o'zgaradigan bo'lsa, sol sexlar bilan birgalikda baylanishib operatorlar bu mashg'ulotlarni oldini olishga harakat etadi. Mana kamera orqali bizlar tayyor o'nimning shiqu protsessini baqlab o'tiramiz. Ishlab chiqaruvimizda endi yil davomida to'xtamasdan ishlagandan keyin bizlar yilna bir marta iri remontlov жұмыстарын olib boramiz ishlab chiqaruvda. Hozir kunda sizlar so remont жұмыстарының үстіне keldingiz. Hozir ulkan uskunalarimiz bo'ladi. Uzunluğu 35 metr. Сол uskunalarimiz tazadan olib kelib, kecha absorber, ventilator degan uskunalarni hozirgi vaqtda o'rnatib o'tiribmiz so'g'arda. Ishlab chiqaruv davom etyaptimi? Ishlab chiqaruv 2 etap bizlarda. Birinchi etap, ikkinchi etap bo'ldi. Bir etapimiz yurib turibdi. Ikkinchi etapimiz hozir remontda turibdi. Hozir bu ikkinchi etap remont qilib bo'lgandan keyin birinchi etapga o'tamiz. Remont ishlarini. Umuman to'xtab qoluv yo'q. To'xtab qoluv yo'q. To'xtab qolsak bizlar neni bera olmay qolamiz. Mahsulot yetkazib bera olmay qolamiz. Davlatimiz rahbarining kimyo sanoatini yanada isloh qilish va uning investitsion jozibadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga muvofiq korxonaning davlat ulushining ba'zi bir qismi bozor baholarida xorijiy investorlarga sotildi. Bu korxona tarixida yangi davrni boshlab berdi. 2021-2022 yillari korxonaga 12 million 500 ming AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritildi. Natijada zavodda yirik ta'mirlash ishlari olib borildi. Bu esa ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirdi va mahsulotlar sifatini oshirdi. Avvallari zavod 75-80% quvvatda ishlagan bo'lsa, hozir 100% quvvatda ishlamoqda. Jamansay Xalqtas kanimizda o yoqda da seximiz bor, Jamansay seximiz. Drabilkadan bizlar 100 fraksiya olamiz. 100 fraksiyani. Mana fraksiya mana o'lchamdagi Xalqtas, shunday o'zimizning o yoqda uskunamizda mana Xalqtas olamiz. Buni temir yo'l bilan 250 kilometrdan akelib, buni pechga solamiz. Pechning jo'g'arisidan beramiz. Mana biz turgan sex mana usulning maketi. Usulning maketi. Xalqtasimiz keladi. Tabiiy gaz bilan 1000 gradusga дейін kuydiramiz. Xalqtasini olamiz. Bizlar bag'anaga aytgan karbonat angidrid gazini tozalab kompressorlarimizga berib o'zimizga kerak yerlarimizga qo'llanamiz. Demak, bu tasning gazini olasiz. Gazini olamiz. Tasning o'zini olamiz da tikarga nemiz, haq sutini olamiz va gazini olamiz. Haq sutidan o'zimizning prosessda, texnologiya prosessda setib, yeklemchi qayta suv uchun haq sutini qo'llanamiz amyakdan. O'zimizning o'nim ularning bari bilan. Haq sutini tayyorlov prosessida gasheniya deymiz, shu vaqtda qo'lnelar chiqadi bizda. Haqtaslar.
Demek bu taslar ham zaya bo'lmaydi ekan. Zaya bo'lmaydi. Bizlar buni tек o'zimiz emas, boshqa rayonda, respublikada kerak yerlarga obodonlashtirish жұмыстары uchun ko'p nelar oladi, qo'llanib qo'yiladi. Qo'ng'irot savdo zavodi bu Orol bo'yidagi uzoq yillar davomida qarovsiz yotgan tabiiy boyliklarni xalq manfaatlari yo'lida sarflashga imkon bergan korxona. Bugun u dunyo bozorida o'z brendini yarata olgan yirik ishlab chiqarish quvvatiga aylandi. Hozirda korxonada A, B, V markali sifatli sodalar ishlab chiqarilmoqda. Mahsulotlar sifatini nazorat qilish sexi boshlig'i Asqar O'razboyev sanoat shahri hisoblangan Qo'ng'irotdan. Uning bu yerdagi faoliyati zavod tashkil qilingan dastlabki kunlardan boshlangan. 20 yillik tarixni u haligacha katta hayajon bilan eslaydi. Bu yerga ko'chib kelgan vaqtimda bunday darajani ko'z oldimizga елестете olmaydim ек. Endi dalishi qanday bo'ladi? Yeli zavod qo'shilgan yo'q. Qo'shilganda qanday bo'lib ishlaydi? Себебі bu yerdagi spesialistlarning bari Xitoydan kelgan spesialistlar edi. Endi сол Xitoylarning xasi, сол Xitoylarni bizning xasimizga 1 yil davomida bekitib qo'ydi. Solar 1 yil davomida bizlarni tayyorlab, spesialist qilib yetkazib, odan keyin o'zlarimizga topshirdi zavod. Keyin 2016-yili 2-etapni qo'shgan kezimizda уже bizlar qiyinchilik ko'rmadik, себебі zavodni ko'rib o'zimiz o'rganisdi-da. Hozirgi vaqtdagi yoshlarga juda qulay bo'lyapti-da, себебі shu vaqtga дейін bizlar zavod, fabrikalarda ishlab ko'rmadik, endi kelib ishlayotganimiz yosh vaqtda. Hozirgi yoshlarga da juda qiziq bu. Masalan, kalsinatsiyalangan soda ishlab chiqarib o'tirmiz deymiz, ол sodani nezatga foydalanamiz degan yoshlarda bor-da. Masalan, bu yerda hozir bizlarning tikarg'i xaridorlarimiz mana shisha ishlab chiqaruv zavodlari, endi shisha ishlab chiqaruv hozirgi vaqtda ko'payib ketdi. Masalan, burunlari bundan masalan bir 10 yil, 15 yil oldin shishani qaytib topshiradi, endi jinob olib ketadi edi. Hozirgi vaqtda o shishani jinob olib ketayotgan odam yo'q. Себебі shishani ishlab chiqaradigan sexlar ko'payib ketdi. Bularning ham negizgi shigizati so kvarts құмы bilan so kalsinatsiyalangan soda bo'lgan. Hozirgi vaqtdagi endi xaridorlarimiz so darajada ko'paydi. Bizlar endi ishlab chiqarilgan sodani xaridorlarimizga yetkazib ulgura olmayapmiz. Xudoga shukr, so zavodning arqasidan balalarimiz yer jetdi. Azimiz jo'xori o'quv o'rinlarida o'qitib o'tirmiz ularda. Бағана айтқан барса келмес тұзғанымызсын біздер тұз, техник тұз алып келіп, істеп қолданылатын техник тұзымыз. Берде скватымыз, сыйымлығы бұна 14.000 тонна. Күніне істеп шығаруға 1000 тонна. Шамалас біздер техник тұз істеп шығаруға қолданамыз бір күнде. Бұлам ярым ашық вагонларда, темір жол вагонларында барса келмес тұзғанымен жеткізіп беріледі техник тұзымыз. Бұл жерден техник тұзы суменен ертіп, технология керек параметрдегі тұздың шеребесін алып. 3 емкісіміз бар. 10.000 метр куб сыйымдылыққа ие. Тындырамыз, ертілген тұзымызды. Мына 3 емкісіміз бар, тындырамыз. Кейінгі басқышы ертпе тұздың құрамында кальций, магний, басқа сульфат, басқа шөгінділер болады. Солардан тазалап аламыз. Тикарға істеп шығару бөлімімізге береміз. Барса келмес біздердің 9000 гектар канымыз барса келместегі. Сүйерде өзіміздің жұмысшыларымыз бар, өзіміздің цехымыз бар, ойерде техникаларымыз бар, экскаваторларымыз, самосалаларымыз бар. Әмінесі сүйерде көз қазып алуменен арналған өзі жұмысшыларымыз бар. Хақ алу жақтан тұндай ма? Хақ алу жақта да өздеріміздің цехымыз, өздеріміздің жұмысшыларымыз бар, өздеріміздің канымыз бар. Ойерде бір 100-ден зият адам жұмыс істейді, ойерде Жамансай канында, барса келмес канында да 100-ден зият жұмыс істейді.
Korxonaning stabil ishlashi va mahsulotlarga bo'lgan talabning ortishi bu yerda yangi loyihalarning ishga tushishiga ham zamin yaratdi. Siz ko'rib turgan mana bu tasvirlar yaqinda ishga tushgan mahsulotlarni qadoqlash uchun qo'llaniladigan xalta ishlab chiqarish sexi. Yanvar ayından boshlab shu yerga bu yerda bir katta sex qilib, shunday uskunalarni akelib, hozir vaqtda yanvardan boshlab o'zimiz ta'minlayapmiz hozir. Sutkisini bir 5000 xaltaday o'zimizning to'g'ib chiqaramiz. Hozir 2 desep turibmiz, fakat 12 adam var o'zi endi qarovimda жұмыс bilan ta'minlanyapti. Qancha imkoniyat yaratib berdi, korxonamiz ham ishlarimiz жұмыс bilan ta'minlandi, ham o'zimizning korxonamizda shunday darajada qaltalarni o'zimizga ta'minlauga hozir nazar o'tirmiz. Endi bu sexning ishga tushishi korxonaga qanday o'zining foydasini tegizib atir? Sirtdan algan кезде 2800-3000 so'mdek senada olib turdi. Hozir bizga odan bir qancha төменленді. Сеналарымыз өзімізді ta'minlab turmiz hozirgi vaqtda. Екісімен дестеп. Қалеген көлемдегі өнімдер жеткізіп бере аласыз? Қалеген өнімдерді жеткізбейміз. Hozir және регистрировать қойды. Тоқустанауға бір 4 километр заказ етіп қойды. Қытайдан әкелмекші және agar buni әкелсе, полный мощностьта өзімізді ta'minlab, даже сыртқа да ta'minlab береміз деген мақсатымыз бар, алдымызда қойған. Шыққан қалталарымыз еш біраққа кетіп жатқан жоқ. Жуып, таярлап, уже таяшын жегізіп, бұнан өзімізге пайдаланамыз. Қайта істейміз, қайта істеп шығарамыз. Қазір bu yerде неше түрлі өнім шығарып жатсыз? Қандай өлшемдерді шығарасыз? Bu yerде біз екі түрде не шығарамыз? 45 килограммлық. Бұл марка А маркада бөлінеді и 35 килограмм. Bu esa zavodda ishlaydigan xodimlar uchun maxsus formalar tayyorlanadigan tikuv sexi. Bu yerda ham 30 ga yaqin xotin-qizlar ish bilan ta'minlangan. Осы жерде біздер сот заводымыздың жұмысшыларының қысқы формалар, жазға арналған формалар, әскерлестірілген формалар, мед формаларымыз және де басқа жазда киетін жеңіл формаларымыз да тігіліп келмекте. Осы күнге шейін шарт-шариатларымыз біздерге жаратылған. Yana bir narsani ta'kidlash lozim, korxonaning quvvatini yana ham oshirish, mahsulotlar ko'lamini kengaytirish, xarajatlarni kamaytirish maqsadida yaqin va uzoq muddatli investitsion loyihalarni amalga oshirish bo'yicha ham aniq rejalar belgilab olingan. Bizlarda hozirgi kunda hurmatli prezidentimiz tomonidan qarorlar chiqqan, yillar kesimida investitsion proyektlarimiz bor. Solardan atab o'tsak, hozirgi kunda 40 gektar yer maydoni ajratilib, zavodimizning 3-bosqichi, ya'ni hamda bu 3-bosqichimizda tek qana kalsinatsiyalangan soda emas, kaustik soda hozirgi vaqtda importdan O'zbekiston Respublikasiga kirib kelayotgan kaustik sodalarimizni ishlab chiqaruv hamda qo'shimcha xlorni utilizatsiya qilish, ya'ni xlordan qo'shimcha importning o'rnini bosuvchi eksportbop mahsulotlar, өнімдер ishlab chiqaruv rejalashtirilgan. Hozirgi kunda bizlarning Xitoyning CITIC kompaniyasi hamda Turan Global kompaniyasi bilan konsorsium shartnomasi, EPC shartnomasi tuzilgan. $247 million miqdorida proyekt жұмыслары amalga oshirilib o'tiribdi. Ishlab chiqaruv quvvati ham ortadi, sababi hozirgi kunda O'zbekiston bo'yicha Navoiy zot aksionerlik jamiyati tomonidan kaustik soda ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, so'g'an qo'shimcha bizlar yana 80 ming tonna yilni kaustik soda ishlab chiqaramiz. Soning bilan 120 ming tonna yilni kaustik soda ishlab chiqariladi. Umuman olganda mamlakatimizning kimyo sanoatidagi salohiyatni yuksaltirishga munosib hissa qo'shib kelayotgan Sahrodagi sanoat, ya'ni Qo'ng'irot soda zavodi Qoraqalpog'istondagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishlar jarayonida muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bugun korxonaning taqdiri mamlakatimizdagi rivojlanish shiddatlariga ma'non olg'a qaray ilgirlashni davom etmoqda.